Tunib oldinglarmi ya? Balinxo, Jolinxo balininki mana haqiqiy nanshansi. Sansızlıgan kızlarının neyse. Gerçi özü yeterlik iqtidor qobiliyat bo'lsa-mu, bek tuvenchliklar turib oldigan bir yaqinimiz. O'zi cho'lpon bo'lib turibmi yana o'zini manda artist emasdek o'ylab oldi-ki. Doktorxona ishlagandan ishimi ya? Ovozingizni bir anglab topmaydimi? Ana ular. Salam do'stlar, yaxshimisizlar? Men Naqsh do'stlar Abduxoliq Turg'un, Mahmudjon, Mavlonjon, shu birga turib sizlardan yuz ko'rishimdan intayin xushalman. Bir ovoz bu ha. Gap qilsangiz bu naqshanlagandek bo'ldi keyingi. Jiqlayliqdek sahnadan chekinib ketdi, doktor bo'lib ketdi deb o'ylaydi ya. Oldiken biraz yil ishildim. Bu cho'lpon doktorimiz qanday oldi-ki? Bemor ko'payib ketadi. Bir naqshi esi bir mod oldi-ku. Ash holatda turib o'zim ishda yoshirvas bo'lamdi Qashqarga. Bizning MP-sallarimiz bor-da, anlab. Maysaldigan degina, sizlar səni qaytib ketdi degandan keyin qaysi shaharni ailaga bassa to'shib ketadi ekan ash bordigan yeri. Bir yangi zopinlardami 10 dek zopin bor. 10 yil burungi zopinti, 6 yil burungi zopinti deb yo'llanilmaydi. Naqshini aytib qo'yib yo'llamaydi ekan. Tomoqni aytib qo'yib yemagandek. Shuni ular hozir yo'llasak Borjikchiz o'tib ketdimi, qanday bo'lgan? Shu 2023-yilgi xos holatdan yana o'zgartish kerak tamam. 2016-lar bitgan. Avgust nechidan turib qoldi, hozir ham mayli muzikasi olsun, surat olsun. Cho'qim buni yangilash kerak endi. To'g'ri. Tugdimi? Sizning gapingiz biraz az ekan bu. Siz naqshli aytsangiz o'zga gap qilmang. Nijangiz bek yaxshi. Biz Qashqarga kelib izchil ko'rishimiz deb nim qilgan. Sizlarga burun telefonda aloqalashib qolgan. Sizlarni ko'rishib shunday xush bo'ldim. Shu do'yingmi? Sizni rag'batlantirib qo'y chiqing deb qo'ygan. Rahmat. Sizga ko'pdan-ko'p rahmat. Do'ying chiqqandan keyin hozir inkaslam shunday yaxshi bo'ldi. Sizlar hozir to'r sohasida shunday yaxshi terish ming'atsizlar. Rahmat. Shunday o'zim shunday faxrlandim, xush bo'ldim. Rahmat. Bana mashina sepmagan bo'ldinglar. O mashinada shunday ayolim shunday yaxshi ko'rdi, yaxshi ko'rib eydidi. Biratol bir xalqing tatparamiz, naqsharlashtiriblar. Mashina tatpash bir naqsh aytayotgan bo'lsa, Shu vaqtda bek emas qiladi ya. Bütün yosh bolalar sizga o'xshash shunchalik emining chochlarini cho'sh qo'ydan bo'lib ketgan shunda o'ra. Men kichikimdan boshlab naqshanlashga, usul o'ynashga amroqdim. Usul o'ynashqa. Siz bu gap qilish oltingizda usul o'ynaydigan bir vintlar bor ekanmi? Siz yeshagan o'qigan. shundan naqsh aytoladigan bir bu doktorlik tugini vaqtini hamda sipoqlarimiz jiqroq og'rib qolamdi. Naqsh aytishga amroqdim-yu, lekin bu naqsh aytishni men tushundim o'ylab boqmagan. O'zingiz naqshni yaxshi aytoladiganingizni bilamsiz? O'shildim xabarim yo'q. Unda biz deprel yaxshi aytishni Shu bir Oqgul sababli bo'lib qoldi bu ishlarning hammasi. O'zingiz naqshni yaxshi aytoladiganingizni bilamsiz? O'shildim xabarim yo'q. Unda biz deprel yaxshi aytishni Shu bir Oqgul sababli bo'lib qoldi bu ishlarning hammasi. Tamaki bayanmı ba? Ular Yoshlik alamsami bor? Yarım ba? Tunji muhabbet, men endi men 20 ketimda anglab bo'ldim. Men hali bir noji bir noji oldim. Telefon kelsa Yaro deb boshlaydi. Ya Yarodan keladi, ya boshqa yerdan keladi. Shu vaqtlarni eslatib qo'ydi, shu vaqt go'zal hayotlikni, shu go'zal muhabbatlarni eslatdi u naqshlarning hammasi. Shu anda qilmay bizni bek uzoq tashlab o'tdingiz. Taz bo'lmadi mana shu ishlar. Terishyaptimi? Ya terishib bo'ldingiz, shu e'lon qilasizlar bilan bo'ladi, biz bilib qolaylik bu yana naqshlarimizni. O'zingiz aytib o'zingiz anglab o'ynaysiz. Naqshlar Ichilyapsa. O'rim yo'qlar. Biz bir ansambl qurib olaylik. Siz naqsh aytang, men chaqchaq qilaman uchun. Ba'zi odamlarimiz bor, qo'lda ma'lum bir natija yo'q, gap bor. Shuna ba'zi odamlarimiz bor, qo'lda ishib tishib turgan natija bor, gap qilinmaydi. Oshkorlik qilinmaydi, e'lon qilinmaydi. Yana ba'zi odamlarimiz bor, iqtidori bor, mukib oladi-da. Ya birasi qasam bergan men bundan naqsh aytmayman. Hozir andaylikqa cho'ng naqsh kechiklarini qilib qo'yilmaydi. Jiqadam hozir dönüşpin ko'rdigan bo'lib ketdi. Ma'lum bir yilqi muzikalik o'rinlar bo'lsa, mig' to'shab ketadi ekan. Shuningdan ko'rvasak bo'ldi, yanalam bekchiq odamlar sizni bek eslab turadi. Shu ashlarning ko'nglini yap bo'lsa-mi bir yangi zo'pillarimizni bir qapilmay chiqarib bersin. O'zingiz anglayman, bizmi anglayli. Hisobsiz Oqgulnash plastinkalar tangli chiqarganmi, ayrim bir naqsh chiqarganmi dastlabda? Bu Oqgul degan naqshni asli to'rga chiqarish, chiqarish deydigan plan yo'q asli. Shu muzikasini ishlatib, bir restoranda ishlasam, o'zimning pulini o'zim topsam degandek bir maqsadda muzikasini ishlatib qilgan. Savodoshlarim ko'chirib oldi naqsh bitgandan keyin
Çünkü işletip bir-birimizga funksiyon qilib qolishibdi o yeni naqshlar. To'g'ri. Shu savdodoshlar ara taqildi, undan keyin torg'i taqilib ketdi. O'z-o'zini naqsh o'z pul to'lab anglaydigan bo'ldinglar. Shunda moda olib ketib, ondan keyin shu ishning oldidagi bir birodarimiz o'tdi, dey sotadigan. Ular aloqalashib, ondan keyin dey chiqarib qolgan. Bu ishlar tugab, yana 1-20 yil, 2 yildan keyin yana bir ishxonaga berib qoldim. Saylingning ishini qiladigan. Va saylingning ishlarni berib qilib, shular bilan deyish qilib, yangi naqshang bormi dedi deb. Shu tamaki bilan yashab kelamsan degan naqshlarni. Telefon kelganda anglaydigan qilganga. Oddiylikdan tonilgan gapda bu. Ha shu izlab kelibdilar, to'nta o'tibdi ekan. Yo'q, sho'x naqshlaringizni yo'llab berdingizmi? Men hech kim yo'llab bermagan. Ha sho'x naqsha esdim bir xil mung degina. O'ynagisim kelmay bir xil munglinib o'tirib ketdimiz. Ovozning tusi bek yaxshi, bir xil madaniy ham bek mungliq chiqdi. Shu chaqda bu muhabbatlik naqshlarni yetishi bilan sabab bormi? Meylanning yoshlik davri bog'i shu yoshlik Ya davrimizda. bizning yoshlik davrlar sizning yoshlik davri o'xshamaydi. Unda sizlar to'y qilib bo'lgan ketmas bo'lyapmiz muhabbat. Ya, bilmi bor. Filmlarni ko'rib baktık Doyun Can Kavram'daki adamның nanşinsi, singlimning nanşinsi, Daniel Xiangzhui niye o bu bütün